Xo'p, endi biodobavkalarning dorivorlarning qanaqa ta'siri bor? Juda ko'p protokollarda, davolash standartlarida albatta asosiy dori bilan birgalikda oqsil batini berish mumkin yoki silimarin, rastropsha, adovanchiklar yoki artishoklar, shunaqa saqlaydiganlar yoki kurkumalar, juda ko'p darmondorlar shularni tavsiya qilishadi. Biza ham endi shu Ibn Sino tabobati va zamonaviy meditsinani o'sha davolash, eng so'nggi davolash protokollarini ishga solib, biz aralash tibbiyot qo'llaymiz. Integrativniy meditsina, aralash tibbiyotni qo'llab turib, natija olishga harakat qilamiz. Xo'p, perisapkasi iloji yo'qmi? Endi jigaringiz to'liq qurigan bo'lsa, tiklab olishga hech qaysi bir anaqa bilan iloji yo'q, uni qiyin. Uni 100% ideal qilib tiklab olish, to'liq qurigan iloji yo'q. Endi seroz bunaqa bo'ladi-da. Qavatma-qavat oladigan bo'lsa, usti qavatlardan burishlar boshlanib, seroz boshlanayotgan bo'lsa, uni davolasa bo'ladi. O'sha ichki qavatlariga ham o'tib borayotgan bo'lsa, uni ham davolasa bo'ladi. Endi to'liq o't bo'lgan bo'lsa, qon o'tmayotgan bo'lsa, mamunda tomiri mamunda bo'lib ketgan bo'lsa, uni kichraytirib to'g'rilab oladigan dori. Taloq juda ko'p ko'ramiz. O'zi mana shundoq bo'ladi taloq. 13-12 sm bo'ladi. Bularning mana shundoq bo'lib ketadi. Mana shunaqa. Shuning uchun buni demak o'sha portalniy gipertenziya bo'limi bo'ladi. O'sha qorin bo'shlig'i xirurgiyasida o'sha bo'lim soha vakillari buni demak muolaja qiladi. Va jigarni kasalliklarni yengib o'tishda va o'sha eng yaxshi davo va hayot tarzi bu albatta to'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarzi, demak o'sha privka olish masalalarini gaplashdik, badan tarbiya, ko'proq ya'ni tabiiy sharbatlarni, tabiiy kokteyllarni, tabiiy ovqatlarni, ya'ni oqsillarni, go'shtlarni, ko'proq o'sha tvorog, sir, brinza, quyon, tovuq go'shtlarini ko'proq iste'mol qilish, ko'katlar, salatlarni ko'proq yeyish, uglevod miqdorini kamaytirish, oqsil miqdorini ko'paytirish bu juda ham kattakon bizga yordam berib o'tadi. Endi demak sanab o'tdik, gepatit turini va yurak ishlashidan, qandli diabetdan, gormonal buzilishlardan, yurak faoliyatining izdan chiqishidan, viruslardan, ichkiliklardan va noaniq sababli va yana juda ko'p faktorlar sanab o'tdik. Noaniq sababli va immunitetni noto'g'ri ishlashidan, xullas o'ndan ortiq sababli nima qilar ekan, jigarga nagruzka tushishi va uni yallig'lanishi, jigar hujayralarining yallig'lanishi va uni asorati sifatida demak jigar serozi, portalniy gipertenziya, splenomegali, trombositopeniya juda ko'p muammolar yuzaga kelishi mumkin ekan. Endi kasallik belgilarini qayerdan bilamiz? Kasallik belgisi surunkali virusli gepatitlar deyarli klinik belgi bermaydi. Chunki ular tanaga juda oz miqdorda tushadi. O'sha BD virusi deyilgan va o'sha immun kletkalari u meni o'zimni hujayramni qabul qiladi. Gepatit C'da spishka bo'ladi. Unda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni tezlik bilan top bo'ladi va o'sha jigar hujayrasi bilan tsep paydo qilmaydi. Uni nima qilar ekan, o'sha askarlar o'ldirib tashlaydi. Endi gepatit C, gepatit B dan ham xavfli, chunki nima deydi? Hech qanaqa belgilarsiz endi o'lim degan. Shunaqa. B dan ham D dan ham xavflisi gepatit C bo'ladi. Shu keyin o'tkir bilan surunkali qanaqa farqi bor? O'tkir gepatit B, C, D, A da demak kuchli, demak qo'zg'alish bo'ladi, rang sarg'ayadi, ishtahasizlik, peshob rangining o'zgarishi, axlat rangining o'zgarishi, holsizlik, temperatura chiqishi, bosh og'rishi, umumiy zaharlanish belgilari yuzaga keladi. Surunkalisda ham xuddi shunaqa, tez-tez charchash, kayfiyat buzilishi, ishtaha yo'qligi,
mana shunaqa belgilar yuzaga keladi. Shuning uchun o'tkirini 100% BSDni ham davolasa bo'ladi. Surunkali BSDni ham davolasa bo'ladi. S'ni to'liq davolash imkoniyati bor. B bilan Dni 1-34 degan dorisi ustida ishlanyapti. To'liq shifosi bor, to'g'rilasa bo'ladi. Bizning YouTube, Instagram va Telegram kanallarimizda bu xastaliklardan natija olgan, ahvoli bir muncha yaxshi bo'lgan kishilarning telefon nomerlarigacha qo'yganmiz. Bemalol gaplashishingiz mumkin. Yana ham ixlosinglar ortadi. Bu kasallik bilan tuzalish, yengib o'tish bo'yicha virus nimani yaxshi ko'radi? Virus stressni, depressiyani, mana shu tushkun kayfiyatni yaxshi ko'radi. Qancha ko'p tushkun ahvolga tushsiz, shuncha tanangizni kasal bo'lishiga yana bir pog'ona yo'l ochib beradi. Shuning uchun imkon darajasida parvo qilish kerak emas. Davolasa bo'ladi. Bizning O'zbekiston sharoitida juda ham keng imkoniyatlar bor. Bemalol davolasa bo'ladi. Shifoxonaga borib o'tasiz, terapiya qilinadi shu. Undan keyingi tiklanuvchi davrlar bor, vrach ko'rigida bo'lib yurasiz. Vagoningiz bor, qilsa bo'ladi. Faqat sizdan harakat qilish kerak bo'ldi shu. Shuning uchun izlaning, o'qing, o'zingiz tutishlik, albatta natija olasiz. Shuning uchun kayfiyatingiz yaxshi bo'lsin, o'zingizni yaxshi ko'ring. Aytadi-yu, hayotga bir marta kelasan, yashab qoldingiz. Shuning uchun parvo qilmang kasalingizga, yaxshi yeb iching, yaxshi kiyining, yaxshi hayot tarzini tanlang, imkon darajasida o'zingizni yaxshi ko'rib, hamma yaxshi narsani o'zingiz deb biling. Shunaqa deb ayta olaman. Keyin kasallik asoratlari sanab o'tdik. Demak, qizil o'ngach tomirlarning kengayishi, markaziy nerv sistemasiga ta'siri, suyaklar, bo'g'imlar, erkaklar va ayollar jinsiy a'zolariga ta'siri, buyraklarga ta'siri bor, quvvatsizlanish, vitaminlar tushib ketishi juda ko'p belgilar beradi. Hozir yarim soat gapiraman, hozir yana gapirishim mumkin, 3 soat, 4 soatlab ham vaqt ketadi. Eng asosiylarini tushuntirib berdim do'stlar. Gepatit nima deganini o'zi tushundinglar. Gepatit jigarni hujayrasi, ya'ni jigarni shumalash gepatit deyiladi ekan. Uni faktorlari ko'p ekan. Hozir nima shulardan biz ko'proq viruslar sababli jigarni shamollash to'g'risida gaplashib o'tdik. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Keyin bitta narsani aytib o'taman, tozalikka amal qilinglar. Tozalikka, sterilizatsiyaga, qo'llarni sovunlab yuvinglar, bolalarni shunga o'rgatinglar. Uzoq demay turib qolgan ovqatlarni iste'mol qilmanglar. Shuning uchun birinchi o'rinda tozalik, ozodalik, saranjomlik turadi. Xo'p, kimdaki sog'lig'ida muammolari bo'lsa, gepatit BSDlari, autoimmun gepatit yoki uni asoratlari, qoringa suv to'planishi va hokazolar bo'lsa, serozlari bo'lsa, bemalol murojaat qilishi mumkin bo'ladi. Xo'p, endi astitni ham tushuntirib o'tib ketdik. Nimani hisobiga suv ketmaydi degan savol juda ko'p odam beradi. Mana bu jigar tomirlari, mana bu jigaringiz. Jigaringiz o'lchamini aytdim, 130 ga, 130 ga, demak 55, 60, 70, 80 sm hammaning har xil bo'ladi. Jussasi, erkak, ayol, demak jinsiga qarab turib har xil. Mana shu nima kichrayadi. Bu kichraygandan keyin xuddi sharri ezgandek. Kichrayadimi? Kichraygandan keyin buning ichidan o'tgan hamma tomirlar ezilishni boshlaydi. Ezilgandan keyin mayda kapillarlardagi tomirlar ham hammasi nima bo'ladi? Ozuqa, ya'ni qon sirkulyatsiya qilinmagandan keyin tomirda sirkulyatsiya buziladi. Keyin venada klapillar bo'ladi. Ana haydab turgan klapillar. Masalan, ishlash pasayadi. Pasaygandan keyin bu nima bo'lar ekan? Qorin bo'shlig'iga suyuqlik to'planish boshlaydi. Endi qachon bu suv ketadi desa, qachonki o'sha tomirlar kengaysa, avvalgi elastik holatiga qaytish bosqichiga qarab o'tsa, shunda ketish boshlaydi. Astitda ham 4 ta bosqichi bo'ladi. Yengil, o'rta og'ir va og'ir darajadagi 4 ta darajadagi astitga bo'linadi. Astitda siz tanangizni suvini
turli xil yo'llar bilan chiqarishga harakat qilgan taqdirda ham ko'proq jigar bilan ishlash kerak bo'ladi. Jigar bilan ko'proq ishlasak, o'sha demak tabletkalarni, gepatoprotektorlarini, oqsillarni bersak, sekin yuvilishi boshlaydi. Endi albumin terapiyasi, oqsil terapiyalar albatta tanaga oqsil kirgandan keyin suvli chiqishni boshlaydi. Endi bular hammasi shaxsiy har bitta vrachchi o'zini anaqasi bo'ladi, davolash usuli bo'ladi. Shuning uchun endi buni ommatan senga bunaqa albumin quyish kerak yoki sen oqsil olishing kerak, sen plazma quydirishing kerak, sen haligi ermasta quydirishing kerak, qon quydirishing kerak, o'shanda ketadigan gaplar ham o'zi yaxshi emas. Vrach ishlashi kerak, doktor. Ana o'shandagina buni yengib o'tish mumkin. Astitda demak 4 ta bosqichi bo'lar ekan. Asosiy sabablar demak o'sha portalniy gipertenziya, demak o'sha jigardagi tolalarda qon sirkulyatsiyasini, vena qon tomirlarida o'sha o'zi tomirlarda qon dimiqish hisobiga qonni ko'zimizga ko'ringan mayda kapillar bilan teshikchalar bo'ladi, teshikcha o'sha teshikchadan suyuqlik qismi chiqib ketadi va quyuq qismi demak tomirda qolishga o'tadi. Shuning uchun harakat sekinlashadi va bu natijasida astit shakllanishni boshlaydi. Va qorindagi astit har doim jigardan emas, yurakdan ham qorinda suv paydo bo'lishi mumkin. Matkadan, bachadonlardan, buyraklardan ham nima ekan astit yuzaga kelishi mumkin. Astit degani istisqo deyiladi. Shunga e'tibor beramiz. Endi tabobatda bu demak gepatit kasalligi to'g'risida ma'lumot bormi desa, sariq yara qon kasalligi deb keladi. Sariq yara qon kasalligi deb kelgan. Shuning uchun buni davolasa bo'ladi. Yana bir bor aytaman, har qanday kasallikning davosi bor, imkoni bor, ilojisi bor. Faqat bizdan harakat qilish kerak bo'ladi. Shu. Bugungi eshittirishimiz sizlarga ma'qul keldi deb bilaman. Hammaga uzoq umr, tana sihhati, xotirjamlikni, oilaviy baxtni tilab qolaman. Umringiz uzoq bo'lsin, tana joyingiz sog' salomat bo'lsin. Bizani O'zbekistonimizni iqtisodi, tibbiyoti har doim birinchi o'rinda bo'lsin. Har doim birinchilikda bo'lib yuraylik. Xo'p, bir narsani ta'kidlab o'taman. Kimdaki gepatit bo'yicha sog'lig'ida muammosi bo'lsa, uning asoratlarini sanab o'tsa, sirroz bo'lsa, tilog'i kattalashgan bo'lsa, suv yig'ilgan bo'lsa, shunga o'xshash holatlar bo'lsa, bemalol bizani Apikismet xususiy shifoxonamizga kelib muolaja olish yoki konsultatsiya olishi mumkin. Biz ularga demak integrativ yondashgan holatda har bitta bemorga o'ziga xos demak tekshiruv asoslari, xalqaro tekshiruv asoslarida tekshiruvlarni qilib, kasallik darajasini va uni bosqichini to'liq baholab, davo demak muolajamizni yozib berishimiz mumkin bo'ladi. Hop, videoning tagida manzilimiz va telefon nomerlarimizni qoldiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.